Agarda siz Koreyaga yangi kelgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki bugun Koreyadagi eng mashhur bo'lgan o'sha Daiso do'koni haqida gaplashamiz. Bilaman, Koreyadagilar buni hamma biladi-yu, lekin bilmaydigan insonlar ham bor. Ya'ni Koreyaga yangi kelgan inson bu Daiso haqida bilmaydi. Daisoda hamma narsani topishingiz mumkin. Ya'ni Daisoda narxlar atiga eng pasti 1000 won bo'lib, eng tepasi 5000 won. O'zbek puliga pichganda eng pasti 10 000 so'mdan 50 000 so'mgacha bo'lgan magazin. Ya'ni siz 10 000 yoki 50 000 o'shaning ichida bo'lgan narsalarni bu yerda hammasini topishingiz mumkin. 50 000 dan oshiq narsa yo'q bu yerda. Ya'ni 5000 wondan oshiq bo'lgan narsa yo'q. Hammasi o'sha eng tepasi 5000, eng pasti 1000 won bo'ladi. Agar shunaqa do'kon O'zbekistonda ham bo'lsa, vobshe zo'r bo'lsa kerak, chunki narxlar chegaralangan bo'ladi. 10 000 so'mdan 50 000 so'mgacha taxminan shunaqa narx qilsa, lekin ishoninglar, do'konda bor va yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsani topasiz. O'sha o'zingiz uchun, uyingiz uchun, hattoki o'sha kuchuk mushuk boqsangiz, ularga ovqat, hamma narsani topasiz bu yerda. Zo'r do'kon. O'zbekistonda ham agar biznes qilmoqchi bo'lsangiz, do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, shunaqa do'kon oching, bozori zo'r bo'ladi. Bu Daiso do'koni birinchi bo'lib Yaponiyada 1977-yilda, ya'ni brend o'ylab topilgan ekan va ochilgan. Undan 20 yil o'tgandan keyin 97-yilda Koreyada shu brend rivojlanib ketgan. Hozirga mana 97-yildan beri bu brend juda kuchli. Koreyaning hamma shaharlarida bunaqa do'kon topishingiz mumkin. Albatta O'zbekistonga ham shunaqa do'kon ochish kerak. Nima deysiz, O'zbekistonda, Toshkentda shunaqa do'konlar ochilyaptimi? Agar ochilmagan bo'lsa, siz birinchi bo'lib ochsangiz shunaqa do'konda, ishoninglar, ketmoninglar osmonga uchadi. Bu do'konda o'sha hayvoningiz bo'lsa, o'zi ya'ni kuchuk yoki mushuk koreyslar ko'p boqadi-ku, ularga o'sha asosan kiyimlar, ovqatlari sotiladi va sport buyumlari ham sotiladi bu yerda. Hammasi o'sha eng arzon 5000 wongacha. Undan qimmat narsa yo'q. Hali sizlarda ham arzon do'kon qidirib yurgan tanishlaring bormi? Tanishlarga shu videoni jo'natib qo'ysalaring, bir manfaatli, foydali bo'ladi-da.